Ko'ryapsan-ku, oilaga ro'zg'orga yetkiza olmayapman. Nima qilsam ishim orqaga ketyapti. Sizlarning xabari bormi bu gapdan? Ukam o'zini oilasi bor, o'zini ro'zg'ori bor. Ro'zg'orga zo'rg'a yetkazayotgan bo'lsa, nima qilaman uni aralashtirib? Adasi soatingiz qolib ketibdi. Boya akajonim bilan ofin gaplashyotdi. Akamlar Moskvaga ketar ekanlar. Xabaringiz bormi? Qatdan bunaqa gap chiqdi endi. Bo'pti, kirma o'zim hal qilaman. Xo'p. Umr oqmas bir Alo. Ha? Dilshod o'rtog'im? Nega senga po'pisa qiladi? Ukamda nima ishing bor sani? Nima bo'pti? Hammasini tushuntiraman. Nimani tushuntirasan ukam? Qani deyapman men senga. Hammasini tushuntiraman. Nimani tushuntirasan ukam bo'ladi mani? Shoshma, hammasini Bo'ldi, o'zingizni bosing. Brata, rahmat sizga. Mana deb bo'ldi. Aka, o'zingizni bosing. Hammasini men tushuntirdim. Aka, chetga ketayotganingizdan xabarim bor. Hech qanaqa chet elga ketmaysiz. Siz mening jigarimsiz. Bugundan boshlab ushbu avtomobil sizniki, aka. Hazillashma ukam. Aka, mana dokumentlari, mana Rajab Ikrom. Bugundan boshlab bu Damas sizniki, akajon. Buyursa.